Sulaymon alayhissalomning davrlarida bir qush ko'l bo'yiga suv ichgani boribdi. Ammo u yerda bolalar o'ynab turishgan ekan. Buni ko'rgan qush, bolalar tarqalguncha kutib turay. Yana ulardan menga biror zahmat yetmasin. Ular ketsa, mazza qilib suv ichib, chanqog'imni qondiraman, deb o'yladi qush. Bolalar ketishi bilan suvning oldiga bir uzun soqolli, viqorli bir chol kelibdi. Qush o'zicha debdi: "Bu shayxdan menga hech qanaqa zarar yetmasa kerak. Bunaqa soqol faqat shayxlarda, obid va zohidlarda bo'ladi." Qush shunday deb suv ichgani tushgan ekan, haligi chol unga qarab tosh otibdi. Tosh qushning bir ko'zini ko'r qildi. Bechora qush choldan shikoyat qilgani Sulaymon alayhissalomning huzurlariga kelibdi. Sulaymon alayhissalom darrov cholni topib keltirishni buyurdi. Chol kelgach, Sulaymon alayhissalom qasos uchun cholning ko'zini o'yib olishga hukm qildilar. Shunda qush Sulaymon alayhissalomni to'xtatib: "Ey Allohning payg'ambari, uning ko'ziga tegmang. Ko'zlarini aybi yo'q. Uni soqolini qirib tashlang. Allohga qasamki, unga ishonishimga, bemalol bo'lishimga uning soqoli sababchi", dedi qush. Shundan so'ng Sulaymon alayhissalom cholning soqolini qirib qo'yib yubordi. Qissadan hissa shuki, qalbi fojir odamning tashqi ko'rinishi din bo'lishi qanchalar qabih, aksincha tashqi ko'rinishida din ko'rinmasa-da, Allohdan qo'rqadigan pokiza qalb qanday go'zal qalb. Soqolimizni uzun qilishdan oldin insonlar molidan, ularning haqlaridan qo'limizni tortishimiz lozim. Tishlarimizni misvok bilan tozalashdan oldin ularni insonlarning go'shtini yeyishdan tozalashimiz kerak. Luqmoni Hakim o'g'liga aytgan ekan: "O'g'lim, qalbing fojir bo'la turib, o'zingni insonlarga Allohdan qo'rqadigan kishi qilib ko'rsatma."